Assalomu alaykum, hurmatli 11-sinf o'quvchilari. Demak, yakuniy imtihon materiallarini yechishni davom ettiramiz. Demak, 4-bo'limga yetib keldik, ya'ni 4-darsimiz. Bu yerda demak, logaritmik tenglama va tengsizliklar berilgan jami 10 ta misol. O'sha 10 ta misolni yechimlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchi misoldan boshlaymiz. Hozir 1 daqiqa. Xo'p, demak, misollarimiz quyidagicha. Birinchi misolda tenglama berilyapti. Bu tenglamani demak ildizlarini aniqlashimiz kerak. Xo'p, bu tenglamamiz e'tibor bersangiz o'zi belgilash usuliga tushadi. Ya'ni biz logaritm 4 asosiga ko'ra x ni qandaydir t harf bilan belgilab olsak, bizda t ni kvadrati plus 3 teng 4t degan tenglama hosil bo'ladi. Ya'ni kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Bu tenglamani ildizlarini aniqlaymiz. Demak, yig'indisi 3 ga teng, yig'indisi 4 ga teng, ko'paytmasi 3 ga teng bo'lyapti. Demak, bu 1 bilan 3 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi logaritm 4 asosiga ko'ra x ni qiymati 1 ga teng ekan va logaritm 4 asosiga ko'ra x ni qiymati 3 ga teng ekan. Xo'p, bu yerdan x1 ni qiymati 4 ning birinchi darajasi, ya'ni 4 ga teng. x2 miz esa 4 ning 3-darajasi. Ya'ni x2 teng 64 ga. Demak, bizda 4 va 64 degan ildizlar hosil bo'lyapti. Ikkinchi misol. Xo'p, bu yerda 10 logaritm berilgan ekan, o'sha 10 logaritmga doir misollar berilgan. Xo'p, bularni demak qanday yechamiz? Xo'p, buni yechish uchun birinchi mana bu 10 logaritm 100 ko'paytirilgan x ifodani biz yig'indiga o'tkazamiz. Ya'ni logaritmda shunday xossa bor ediki, logaritm a asosiga ko'ra bu yerda qandaydir n va m sonlar ko'paytirilgan bo'lsa, bu yerda logaritm a asosiga ko'ra n plus logaritm a asosiga ko'ra m bo'lar edi. Demak, biz mana shu formulani qo'llab, ya'ni xossani qo'llab bu misolimizni yechamiz. Xo'p, demak, 10 logaritm 100 plus 10 logaritm x deb yozamiz va bu yig'indini qaus ichida yozamiz. Ko'paytirilgan 10 logaritm x teng 3 ga. Xo'p, 10 logaritm 100 ni qiymati bizda 2 ga teng. Plus bu yerda 10 logaritm x ko'paytirilgan, demak 10 logaritm x teng 3 ga. Qauslarni ochamiz. Demak, 10 logaritm x plus 2 bu yerda kvadrati 10 logaritm x minus 3 teng 0. Mana shu ko'rinishga keltirdik. Ya'ni qauslarni ochib, hammasini bir tomonga o'tkazib oldik. Xo'p, endi biz 10 logaritm x ni qiymatini qandaydir t bilan belgilab olamiz. Va bizni tenglamamiz t kvadrat plus 2t minus 3 teng 0 ko'rinishga o'tadi. Bundan buni t plus 3 ko'paytirilgan t minus 1 ko'rinishda yozamiz. Xo'p, buni ildizlari esa t1imiz minus 3 ga, t2imiz esa 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak logaritm x'imiz minus 3 ga teng bo'lyapti, logaritm x'imiz esa 1 ga teng bo'lyapti. Xo'p, birinchisining yechimi bu 10 darajasi minus 3. Ya'ni x1imiz teng 0,1000 ekan. Bu esa x ni qiymati 10 ning birinchi darajasi bo'ladi. Ya'ni x2miz bizda teng bo'ladi 10 ga. Demak, tenglamani ildizlari 1 taqsim 1000 va 10 ekan. Xo'p, endi keyingi misolga o'tamiz. Bu 3-misol. Xo'p, 3-misolimiz ham hozirgi misolga o'xshar ekan, ya'ni xuddi shu tipda ekan. Xo'p, biz mana bu misolni ajratib qo'ydik. Xo'p, demak, logaritm 2 asosiga ko'ra x ko'paytirilgan logaritm 2 asosiga ko'ra 4x. Xo'p, demak yozib olamiz mana. Logaritm 2 asosiga ko'ra x ko'paytirilgan logaritm 2 asosiga ko'ra 4 plus logaritm 2 asosiga ko'ra x minus 15 teng 0 ga. Xo'p, bundan mana bu ifodani qiymatini 2 ga teng ekanligini bilamiz. Demak, 2 logaritm 2 asosiga ko'ra x plus logaritm 2 asosiga ko'ra x ni kvadrati
minus 15 teng 0 ga. Hop, bu yerda ham belgilash, ya'ni logaritm 2 x ni biz qandaydir t bilan belgilab olsak, bizda quyidagicha tenglama hosil bo'ladi. Ya'ni t kvadrat plus 2t minus 15 teng 0. Bu tenglamani ildizlari t1imiz minus 5 ga, t2imiz esa 3 ga teng bo'ladi. Hop, endi logaritm 2 asosiga ko'ra x ni qiymati minus 5, logaritm 2 asosiga ko'ra x ni qiymati 3 ga teng bo'lsa, x1imiz 1 taqsim 32, x2imiz esa 8 ga teng bo'ladi. Hop, keyingi misol, 4-misolga o'tamiz. Hop, mana bu x ni kubi bo'lyapti. O'sha kubni biz logaritmni oldiga ko'paytirish qilib tushiramiz. Ya'ni quyidagicha tenglik hosil bo'lyapti. 3 ko'paytirilgan logaritm 2 asosiga ko'ra x. Hop, endi logaritm 2 asosiga ko'ra x ni qandaydir t harf bilan belgilaymiz. Demak, bundan t ni kvadrati teng 3t tenglama hosil bo'ladi. Buni ildizlari bilasizki 0 bilan 3 ga teng bo'ladi. Hop, logaritm 2 asosiga ko'ra x ni qiymati 0, logaritm 2 asosiga ko'ra x ni qiymati esa 3 ga teng bo'ladi. Hop, demak x1imiz 2 ni 0-darajasi, ya'ni 1 ga teng bo'ladi. x2imiz esa 2 ni 3-darajasi 8 ga teng bo'ladi. Demak, uzr 1 bilan 8 ekan ildizlarimiz. Hop, demak 5-misolimiz quyidagicha. Bu ham demak xuddi o'sha usulda yechiladi. Ya'ni biz mana bu logaritm 3 asosiga ko'ra 3x ni yig'inga o'tkazib olamiz. Ya'ni bizda quyidagicha tenglama hosil bo'ladi. Logaritm 3 asosiga ko'ra x ko'paytirilgan logaritm 3 asosiga ko'ra 3 plus logaritm 3 asosiga ko'ra x minus 6 teng 0 ga. Hop, demak qavslarni ochamiz va kvadrat tenglama ko'rishni yozamiz. Teng 0. Hop, endi biz logaritm 3 asosiga ko'ra x ni qandaydir t harf bilan belgilab olsak, t ni kvadrati plus t minus 6 teng 0 tenglama hosil bo'ladi. Endi buni ildizlari minus 3 bilan 2 ekanligini bilamiz. Demak, logaritm 3 asosiga ko'ra x ni qiymati minus 3 ga teng, logaritm 3 asosiga ko'ra x ni qiymati esa 2 ga teng. Hop, x1imiz teng bo'ladi 1 taqsim 27, x2imiz esa 8 ga teng bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 27 va 8 ildizlari hosil bo'lyapti. Hop, endi 6-savolda tengsizlik berilgan, logaritmik tengsizlik. Hop, bular qanday yechilardi? Hop, logaritmik tengsizliklarda biz birinchi navbatda aniqlanish sohasiga e'tibor berishimiz kerak. Hop, yuqoridagi tenglamalarda nima uchun aniqlanish sohasiga e'tibor bermadik? O'quvchilar, bu yerda qaraysiz, agar sizda ildizlar manfiy chiqib qolganda, ular ildiz hisoblanmasdi. Sababi logaritm argumenti har doim musbat bo'lishi kerak. O'shuning uchun bu yerda aniqlanish sohani hisobga olmadik. Chunki bizda hammasi musbat ildizlar hosil bo'lyapti. Endi tengsizlikka o'tganimizda, tengsizlikda albatta bu narsani hisobga olishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, demak, birinchi navbatda birinchi logaritm argumenti 2x plus 6 ni 0 dan katta qilamiz. Va ikkinchi logaritm argumentini ham 0 dan katta qilib olamiz. Endi e'tibor beramiz, asoslar ikkalasida ham bir xil, lekin asosimiz 0.5 0 dan katta, 1 dan kichik oralikda berilgan. Bu degani logaritm bu oralikda, ya'ni bu asosda kamayuvchi hisoblanadi. O'shaning uchun biz logaritmlarni tashlab yuborganimizda 2x plus 6 endi kichik yoki teng x plus 8 bo'ladi. Ya'ni mana bu tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Xo'p, demak, bizda quyidagicha tengsizliklar hosil bo'ladi. 6 ni narigi tomonga o'tkazib 2 ga bo'ladigan bo'lsak minus 3, bunda x katta minus 8, bunisida esa x kichik yoki teng 2 dan bo'ladi. Xo'p, demak, uchalasini bitta son o'qida chizadigan bo'lsak, birinchi minus 8 dan katta sonlar, ikkinchi minus 3 dan katta sonlar va 2 dan kichik sonlar bo'lyapti.
Xo'p, uchalasini kesishmasi mana bu oraliq bo'lyapti. Ya'ni x tegishli -3 dan 2 gacha. Demak, bizda bu yechim bo'ladi. Xo'p, 7-chi tengsizlikka o'tamiz. Bu yerda ham demak bizda ikkitasini ham asosi bir xil, faqat ikkalasi ham tengsizlik belgisidan bir tomonda turibdi. O'shaning uchun demak biz ikkinchi mana bu ifodamizni tengsizlikni narigi qismiga o'tkazamiz. Albatta ishorasini almashtirib. Ya'ni bizda logaritm 8 asosiga ko'ra 3x - 1 katta bo'ladi. Logaritm 8 asosiga ko'ra 3 - x dan. Xo'p, endi yuqoridagi usulga ko'ra, demak, birinchi navbatda aniqlanish sohalarini 0 dan katta qilamiz, ya'ni argumentlarni har birini 0 dan katta qilib olamiz va asosiga e'tibor beramiz. Ikkalasida ham bir xil va 1 dan katta bo'lyapti. Asos 1 dan katta bo'lganda logaritm o'suvchi hisoblanadi. O'shaning uchun bu yerda 3x - 1 katta bo'ladi 3 - x dan. Ya'ni tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Xo'p, endi bularni yechadigan bo'lsak, birinchisida x katta 1/3 dan, ikkinchisida x kichik 3 dan, uchinchisida esa 4x katta 4 dan. Xo'p, ya'ni x katta 1/3 dan, x kichik 3 dan, x katta 1 dan. Xo'p, bularni bitta son o'qiga joylashtiradigan bo'lsak, bizda demak, birinchi 1/3 dan katta sonlar, ikkinchisi 3 dan kichik sonlar va 1 dan katta sonlar bo'lyapti. Bu yerda hech qanaqa tenglik belgisi yo'q. Demak, yechimimiz x tegishli 1 dan 3 gacha. 8-chi tengsizlik. Xo'p, bu yerda oddiy tengsizlik berilgan. Demak, birinchi navbatda argument, ya'ni 3x - 4 ni biz katta 0 qilishimiz kerak. Va mana bu asosni biz darajaga ko'taramiz. Ya'ni bu tomonga ko'tariladi. O'shanda 3x - 4 e'tibor beramiz. Yana mana bu asos 1 dan kichik bo'lganligi uchun endi ishorasi o'zgaradi. Tengsizlikning ishorasi natijada 0,5 ni -1 darajasi bo'ladi. Xo'p, endi x'imiz katta 4/3 dan, 3x - 4imiz kichik yoki teng 2 dan. Xo'p, x katta 4/3, x kichik yoki teng 2 dan. Xo'p, buni son o'qiga joylashtiradigan bo'lsak, 4/3 dan katta sonlar, 2 dan kichik sonlar bo'lyapti. Demak, mana shu yechim hisoblanadi. Ya'ni x tegishli 4/3, 2 oraliq ekan. 9-chi tengsizlik. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunga o'xshash tengsizlik ekan. Demak, yozib olamiz. 5x + 1 katta 0 dan, 3x + 7 katta 0 dan, 5x + 1 endi kichik bo'lib qoladi 3x + 7 dan. Chunki asos 1 dan kichik. Xo'p, demak, x'imiz katta -1/5 dan, x'imiz katta -7/3 dan, 2x'imiz kichik 6 dan. Xo'p, x katta -1/5, x katta -7/3, x'imiz kichik 2 dan. Xo'p, bularni bitta son o'qiga joylashtiramiz. Birinchisi demak -7/3 dan katta sonlar, -1/5 dan katta sonlar va 2 dan kichik sonlar. Demak, bu yerimiz yechim bo'ladi. Ya'ni x tegishli -1/5 u 2 oraliq bo'lar ekan. 10-chi tengsizlik. Xo'p, demak, biz mana bu ikkinchi tengsizlikni tengsizlik belgisidan narigi tomonga o'tkazamiz. Ya'ni tengsizlik belgisini narigi qismiga o'tkazamiz. O'shanda bizda logaritm 3 asosiga ko'ra 2x - 3 katta yoki teng logaritm 3 asosiga ko'ra 6 - x ifoda hosil bo'ladi. Xo'p, demak, 2x - 3 ni katta 0 qilamiz. 6 - x ni ham katta 0 qilamiz va asoslar 1 dan katta bo'lgani uchun logaritmdan tashlaydigan bo'lsak, tengsizlik belgisi o'zgarmaydi. Xo'p, o'shanda x'imiz katta 3/2 bo'lar ekan. X'imiz kichik 6 dan, 3x'imiz katta 9 dan. Ya'ni x katta yoki teng 3 dan bo'lar ekan. Xo'p, son o'q chizib
berilgan nuqtalarni joylashtiramiz. Hop, 3 kerar ekan, 3 ni bo'yimiz 6 dan kichik sonlar. Hop, demak yechim mana bu qismi bo'lyapti. Ya'ni x tegishli 3 dan 6 gacha ekan. Demak, shu bilan 4-darsimizni ham yakunladik.